Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov davlat rahbari sifatida Yaponiyaga ilk amaliy tashrifini amalga oshirdi. Turkmaniston prezidenti Tokioda Yaponiya bosh vaziri Shigeru Ishiba bilan muzokaralar o'tkazdi. Davlat rahbarlari ikki tomonlama hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini muhokama qildilar. Yaponiya Turkmanistonning yuqori texnologiyalar sohasidagi strategik hamkori ekanligi alohida ta'kidlandi. Turkmaniston rahbari Yaponiya hukumati va ishbilarmon doiralari vakillari bilan ham qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. Yaponiya iqtisodiyoti eng rivojlangan iqtisodiyotlardan biri bo'lib, yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha dunyoda AQSh, Xitoy va Germaniyadan keyin 4-o'rinda turadi. Turkmaniston Yaponiya hamkorligining ustuvor yo'nalishlaridan biri savdo-iqtisodiy munosabatlardir. So'nggi yillarda sanoat, transport, kommunikatsiya, yoqilg'i energiya majburiy sohalarida qo'shma loyihalarning amalga oshirilishi ikki tomonlama iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Yaponiya kompaniyalari Turkmanistonda yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda ishtirok etdi. Yaponiya islom dushmanlari tomonidan va musulmonlar undan yaxshilik kutmasliklari kerak. Yaponiya Amerika siyosatiga bog'liq islom va musulmonlarga qarshi kurashda AQShning milliy xavfsizligini ta'minlash vositalaridan biridir. Shuning uchun Yaponiyani mustamlakachilik loyihalari tashkilotchisi sifatida ko'rish kerak. Yaponiya yordami bilan Markaziy Osiyoda AQShning mintaqadagi nufuzini kuchaytirish uchun Amerikaparast loyihalar ilgari surilmoqda. Shuning uchun musulmon yurtlaridagi mustamlakachilikni quvib chiqarish va g'arbparast davlatlarga chek qo'yish kerak. Musulmonlar yagona davlat, Roshid xalifalikni barpo etishlari, bu yo'lda tinimsiz mehnat qilishlari va Alloh taologa tavakkul qilishlari kerak.